o'sgan shox olinmaydi. Agar ichkariga o'sgan kalta mevali shox bo'lsa, qoldirasiz. Chunki u daraxt shakliga xalaqit bermaydi yoki yorug'likni ham tushishiga xalaqit bermaydi. Ichkarida agar mamnaqa shox bo'lsa, mana kuchli o'suvchi bir yoshli novda bo'lsa olasiz. Lekin mamnaqa narsalar bor mana. Kalta shoxchalar, bular o'sib ketmaydi tez. Hamma yo'llaradi. Hamma yo'llaradi. Yorug' yaxshi chiqib turgan bo'lsa. Tak, buni qarang. Bu yerda bu yoq bo'shliq bor ozgina bizda. Buni men bundoq qo'yib turaman hozircha. Nimadir o'sib qolsa, balki to'ldirib yuboramiz. Tak, bu yoq kerak emas. Bu yerda ham qarang, bo'shliqni to'ldirish uchun nimadir o'sib qolardi, qoldirib ketyapman. Atak o'zi kerak emas bundoq qarasa. Mana buncha qoladimi? Bu ham hozir turadi. Keyin tanlaymiz shu. Imkoniyatimizni yaxshilab ketdik. Ana endi buni ham olamiz. Ikkita ko'p. Hey Tatoy, boring qarang ishlang. Oldiga bormangda, qo'rqadi. Mana buni usta tortsa, nima deysiz? Zo'r bo'ladi. O'rtasiga qo'ysak ham bo'ladi. Qo'ysa bo'ladi, bo'ladi. Ayirib qo'ysam. Buni shu holatda ushlab turamiz, tamom? Endi ma'lum. Meva bilan bundoq egiladi deb qoldirdim, agar ideal bo'lsin desanglar mana. Mana bu kalta shoxchalar mana qavat. Tepada ham qovuradi, ichkarida ham qovuradi. Bular xalaqit bermaydi. Xo'p, endi olma bo'yicha yakuniy bitta tushunchani beraman, keyin naryoqqa o'tsak bo'ladi qolgan daraxtlarga, okey? Buni darsda ham ko'rgandingizlar, olma 1 yoshlikni uchida beradi, faqatki o'sha 1 yoshlikda sekin o'sgan bo'lsa. Agar o'sha 1 yoshlikda tez o'sib ketgan bo'lsa, mavsum oxirida uchida kurtak bo'lmaydi buni. Misol uchun mana. Endi qarab turing. Odatda tikka turgan novda tez o'sadi. Tez o'sgan novda yil oxirida uchi kurtak bilan tugamaydi. Bu bitta qoida. Lekin bu degani tez o'sgan novda keraksiz degani emas. Agar siz daraxtga shakl berayotgan bo'lsangiz, ona shoxlarni tarbiyalayotgan bo'lsangiz, xolis mevmi sizda mana shunaqa novdalar ko'p bo'ladi. Siz bulardan mana bunaqa ona shoxlarni tanlab olasiz. Ana undan keyin yana chiqib keladi kuchli. Ana uni olib tashlaverasiz. Faqatgina mevalikni qoldirasiz. Sekin o'suvchini qoldirasiz. Demak, 1 yoshli novda ikkita toifaga bo'linadi sizda. Biri tez o'sadi, uzun bo'ladi, uchida kurtak bo'lmaydi. Ikkinchisi kalta o'sadi, sekin o'sadi, uchida odatda kurtak bo'ladi. 1 yoshlikni ikkitaga ajratdik. Endi 2 yoshli va undan katta shoxlarni yonida meva bo'ladi olmalar. Misol mana. Mana bular. Mana bu 1 yosh qarang. Ko'ryapsizmi? Hech nima yo'q. Lekin mana bunda mana bor. Xullas shu 1 yoshlikni ham kesib tashlamasdan Doim ham kesilmaydi. Mana yonidan anaqa chiqib qolish, meva chiqib qolish. Mana misol. Mana misol. Ya'ni 1 yosh. Buni men kesib tashlamadim deb, bu menga ona shox bo'lib xizmat qilishi mumkin kelajakda. Bu yog'idan shu chiqaveradi. Bitta sezon ko'riychi, balki tarbiya qilib olsam, mana bu yog'idan mana bunaqa keyin shoxlar chiqarib deb qoldirdim. Agar xuddi shu narsa, mana bu yoqda hamma ishimiz joyida-ku. Shoxlar joyida turibdi. Mana bu yerdan chiqib kelsin. Mana bu yoqdan chiqib kelsin, olib tashlaysiz. O'tda kerak emas. Shu olma bo'yicha Bu meva bermaydigan bo'lsa, uydan o'sib ketaveradi, to'g'rimi? o'siradi, lekin sizga bu ona shox bo'lib beradi. Yo'q, agar bermasa agar. Endi katta ehtimol bermaydi. Xudo xolasa bu yoq beradi, bu yoq katta ehtimol bermaydi. Yuramizmi? Agar siz videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak mevali daraxtlarni kesishga qiziqasiz va hozir aytadigan taklifimiz sizga ma'qul keladi. Biz mevali daraxtlarni kesish va ularga shakl berish bo'yicha 2 soatlik dars tayyorlaganmiz. Ushbu darsda barcha danakli va urug'li mevalarni kesish bo'yicha, bundan tashqari anor, anjir, behi va uzumni kesish bo'yicha juda ham foydali ma'lumotlar berganmiz. Ushbu darsni ko'rganingizdan keyin istalgan daraxtni siz o'zingiz kesa oladigan darajada bo'lasiz. Agar bunga ishonmasangiz, izohlarda havola qoldiramiz, to'liq ma'lumot berganmiz, tanishib chiqing va darsga yozilganingizdan keyin to'lov qilib
ishingiz bitmasa, rozi bo'lmasangiz yoki foydali ma'lumot olmasangiz, bizga Telegramdan yozib yuborasiz. Foydali ma'lumot olmadim deb va karta raqamingizni tashlaysiz. Siz qilgan 150 ming so'm to'lovni so'zsiz hech qanaqa savol bermasdan qaytarib beramiz. Bizning kafolatimiz shu. Agar ma'qul bo'lsa, izohlarda havola qoldirdim. Bemalol o'tib darsga yozilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.